Лаке достор, 2025 жылдың 17 марты Кошуна Республика Өзбекстанга Фергана жана Коконго баратабыз. Ошол жакта биздин атактуу полбон абабыз Кочкорбой абабыздын тарыхын достору менен маектешип, ошолордон бир маалымат алып келели деп кетип атабыз. Анакей Рошон эке, Мырзамамут эке жана мен үчөөбүз. Ketdik hem Xudoy yaxshi yo'l bersin. Ооба. Bu trassa bu Tacikistan boş premye yolu da bu. Sülükteki Leninabad. nerede yani? Leninabad, İspara, Taşkent. Leninabad'da premye yolu. İspara. Ayveksen yol. Bu güllagan ko'chatlar nima ko'chat bu Bunlar yerda? örek. Ekstra az güdlegenler örek. Örekimden şaptalı bunlar. Hemesi. Badam. Yaz bede badam yok. Örük eken. Örekimden şaptalı olmaz bede. Anakey. Değiş. Hemesinden soslarda su içerdi. Nima kadar. Nogo Kokon Toğu dep biz Kökserek'ten o Oşa. toğların başına çıkan usta görünüyor da uçucu. Ona benim Oğlum var. ağabey. Bu yoqda. O Yakta. götürdük ki. Getirdim ağabey. Kısqası oşo Kokon Toğu meyli Batken Toğu eken da. İkide toğdu ortası. Bizge oşo Kokon Toğu dep aytkan ele oşo Kokon Toğu dep elesete öğretkeniz da. Batken menen çegara eken de bir ha. Jakın eken da. Özbekistan Tomaçaga çıkmaydı. Şu adadan Soğuk var ağda endi hazır. Hazır bana Hangi lafta o? nima Jo'ng'ana shunaqada. Jo'ng'ada ağda G'aznov bor. G'aznov bor shunaqa. Atrof Qirg'iziston, G'aznov o'rtada joy bo'lib qoldi. Ağız soğuk. Men çoğu жүргөн Үзөңгүлөш достун үйүнө келдик. Ошол жерден сүрөттөрдү издеп көрдүк, бирок сүрөттөр чыкпады бияктан. Bor, lekin suratlar bor. Балазы тауып жөнөтөп коем деди. Albatta tashab beraman. Biz hazır ошол жерден Кочкорбой абамдын досунун баласынан документтерди, сүрөттөрдү издеп көрүп таппады, бирок интернеттен жөнөтөбүз деди. Азыр ушу Рыштан районуна кетип атабыз да. Каерге? Bag'dod Bag'dodga. rayonida bor ekan. Ket. Endi Bag'dod rayonida. Bismillah. Rıştan rayonundan giyinele Bağdat eken da. Anakey. Ikkovi qo'shnida. Şu yerde Bag'dod ag'in bizga 3 ko'prik nima. Bağdat tumanında emgekleri şu jakta bala çakasın bala ulak çağып, at taптап көп жыл şu jakta жашоонун өткөргөн Кочкорбой абамдын районуна келдик достор. Азыр эми Үзөңгүлөш чогуу жүргөн саябкер достордон интервью алабыз. Жакындашканда дагы тартып баштайбыз. Hozir Uchko'prik, Farg'ona oblasi Uchko'prik rayonining Sarqo'rg'on qishlog'ida turibmiz. Mana shu og'ildiq suv ichida Qo'chqor akam bilan Marib polvon ikkovlari mana shu harini ko'tarib qo'yishgan. Bu hari hozir 4 metr kesilgan. 4 metr kesilib olingan buni uch tarafidan. Mana shuni ko'targan. Şu qarını ko'targan. Ko'targan mana shu qarini ko'tarib shu tepaga olishda Qo'chqor akam Marib polvon degan do'sti bo'lardi, ikkovlari ko'tarishgan. O'rtadan biz yordam berganmiz, buni biz onda 80-yillar edi. Onda ular Şu qarının bir jagын Qochqor abam özü ko'targan. bir tarafini Qo'chqor akamiz, Bir jagын başka adamlar ko'targan. boshqa odamlar ko'targan. Maşallah, bunakey. O qarını qaragılaçı dostlar. 80-yıl salıngan eken uşul saray. Hozir bunga qarini Sabır sottun hattары turgan. uyi. Ha, uyu bu. Ha, mana shu Sarayda, ha, uyindagi 40 saray. 40 yil bo'libdi. 40 yıl. 45 yil. Bunakey. 45 yillik.
Manaki. Çoğu жүрген көз айтып атат достор. O'shani stoykasi bo'lsa kerak bu. Tasmani o. Жарым bu yoqda ekan. Mana ustun bittasi. Hozir ham 40 yil bo'lib chiqariga. Buni ko'tarishdi. Hozir o'shanda bu o'sha Sobir aka sudda 1996 yil 2004 yilgi uloqlarini, ko'pkari uloqlarini kasetalari. Shularni mana shu ukamizga flash qilib tayyorlab beryapmiz. Bu haqiqiy o'sha bo'lgan to'ydagi polvonni ko'rinishlarni ko'rasizlar. Chopgan uloqlarni. Qo'chqorovni chopqanlari bor. Qo'chqorovni chopganlari bor bunda. Shularni yig'ib Hozir berasiz, anani biz olib borib montaj qilib kanalga montaj chiqaramiz. qilib ko'ringlar. Rahmat. Dostlar, mana o'shintib biz tarixdagi ataqli balvonlar dolborusining negizinde qo'shni mamlakat O'zbekistonda yuramiz. O'zbekistondan Ferg'ana oblasining Bag'dod rayonidamiz dostlar. O'sha yerda tarixdagi ataqli balvonlarning qatarini to'liqtagan Qo'chqorbay palvon Avaustin dostları, üzöngülöş, ağa inileri uşul çayxanaga kelip atat. O'sha yerden iftarlık kılıp bugün dostları menen, inileri menen, üzöngülöşleri menen çoğu o'sha yerde Qo'chqorbay Avaustin tarixini eskerip mayekteşebiz, süйлөшөбүз dostlar. Hazır Özbekistan saat boyunca 5:30 oldu. Kırgızstan'da saat 6:30. Mo çayxananın da iş жағын көрсөтө кетейин. Mustafa Ököz hazır ушул шашлик маркази Gıjdуан деген çayxana ekan. Ошол жерге келип, ошол жердеги шарттарды көрсөтө кетейли. Негизи Hoca City деген çayxana ekan dostlar. Mustafa Qana жүрчү. Көз кирип. Көрөлүчү. Sen çoğ atаңдын достору келип атат. Мынакей шашликтин түрлөрү. Помидорлуу дагы турат. Башкалары да турат. Топ. Ар түрлүү. Тоолор бул жакта кечки ифтарлыкка даярдык көрүшөт. Ондай кабинеттери менен Ravşan Ayış'tan şu жерде турат мына. Булар жакта сүйлөшүп турат азыр. Үзөңгүлөш достор бүгүнгө чейин могул жакта тапчандарын көрсөтөйүн. Арыктын үстүнө тапчанды куруп, күнүкөдөн жаап, элди ушул жерде камсыз кылып, сыйлап, жөнөтүшүп атат, карагылачы. Mustafa, жүрчү, өзүбүздүн кабинетти көрөлүчү. Бакта отурамыз да бул жакта келмеке. Assalamualaikum. Nuralaka. Hoş geldiniz biz Özbekistan'a. Yuşam bu. Minik de iftarlık kılamız bugün. Ey azamat. Şu kabinette mi? Şu kabinet. Maşallah malaki. Bugün şu жерде Qo'chqorbay Avaustin tarixini eskerip, Qur'on o'qib, iftarlik qilamiz. Endi bu Qo'chqor akam polvon to'g'risida qancha gapirsa shuncha kam. Endi men Qo'chqor akamni birinchi ko'rishim shu 71-yillari shu Omonboyevni uyini orqasida uloq bo'lyapti ekan, shu yerda ko'rdim.
bir to'riq o'tda ulashib bergan yosh Hunarboyga o'xshagan ariqqadan novchi yigit ekan. Shunda Sotvoldi aka bilan do'st bo'lgan ekan, tog'am bilan. Tog'am ikkovi chopyapti. Marip akam bor, Xudo rahmat qilsin. Sotvoldi aka Xudo rahmat qilsin. Endi hamma polvonlar bor shu dasht polvonlar. Endi buni shundan bir aka-uka bo'lib, masalan Sotvoldi akam ham 43-yil bo'lsa, Qo'chqor akam 47 bo'lgan-a? 48. Bular bir-birini yoshini so'ramagan. Endi Qo'chqor akam o'tgandan keyin Sotvoldi akam Qo'chqor akam o'tib qolibdi dedim. Desam, kim borib keldim uyga birinchi payshanbasida. Kelib Sotvoldi akamga Qo'chqor nechinchi yil ekan dedi. Desa 48 ekan desam, mendan 5 yosh kichkina ekan. Shungacha biz Sotdi degan, unisi Qo'chqor degan ekovi Sensirashib. ha, 30 yil og'ayni bo'lgan bo'lsa, do'st bo'lib yuravergan, birini san otini yoshini so'ramagan. Endi shunchalik maishatda hurmat topdi, yaxshi insonlarning yoniga qo'shildi. Mana Sobir aka Sud akamiz, mana Usmonxon aka Miron, qancha mana Lenobodda Abdalla boy, Lenobodda hokim bor edi Abjalla aka. U bilan oshna og'ayni. Bu endi juda ko'p odamlarni, ko'p Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Boyto'ra bilan mana necha marta ot sotga kelgan bo'lsa, Boyto'ra bilan og'ayni bo'lgan. Bular bu Qo'chqor akam buni puliga yo otini chopib berib 1 so'm 2 so'm puliga oshna bo'lmagan bu. Shuni hurmatdan biz ham shu bitta akamiz hisobi, akamizni ukasi, biz ham akamiz. Bizga masalan bitta ish buyursa, o'sha aytgan ishini bajarganmiz. Masalan farzandlariga Oqtoqda uloq qildim. Keyin Ahrol dedi akam kelib, Sobir Sud. Ahrol dedi Qo'chqor akandan o'tin nobar tayab kelish kerak ekan dedi. Tog'da to'y qilyapti. Keyin uyga keldim. Uyga kelsam Qo'chqor akam qattiq gapiryapti. O'sha odam meni oldimga o'tinga keldingmi dedi. Ha Sobir aytgan bo'lsa, Sobir Sud aytgan bo'lsa, o'sha yerdan o'tin qolib borib tashamaysanmi? Yana uydan qaytib ketdim. Borib bir mashina o'tin yuklab, yo'g'on, shoq shularni yuklab toqqa olib bordim. Olib borib tashab qaytib keldim. Borsam shu yerda mendan ilgari Ortiq akam borishgan ekan. Ortiq akam pul mayda shular yuklab bir mashina olib boribdi. Biz o'shalarda hamma Qo'chqor akam bilan aka-ukada buyurgan bo'lsak, uni bizga masalan hozir zamon shuna olib qoldi. Endi o'sha paytda Qo'chqor akamning gapi gap, Qo'chqor akamning gapi gap. Mana masalan 86-yili 86da uy solindimi yo 87mi? 86 bo'lsa kerak. 86da mana shu svetoforda oldidan ustalar borgan. Abduqodir aka, Absalom aka, akasi shular borib uy solyapti. Qo'chqor akam aytdiki, sement yuklaymiz dedi. Onda 25-20 shopirman. Bir mashina sement yukladik, ketdik. Chuski yetmasdan bu yo'l bilan kirib olib borib sementni tayab keldik, quruq joy. Keyin yog'och olib bordik. Shipir olib bordim, taxta olib bordim. Yomg'ir yog'ib turibdi, 6 metrlik taxta yukladik. Uyda oldiga borganda shunday burilishim bilan yomg'ir yog'ib turibdi, mashina sekin ketdi. Istalbaga botiralib qoldi. Mashina oldik, yerga tegmay turibdi o'shitga borganda. Bir 10 metr bor endi. Shart haydadim, istalba ta'sira svetlar o'chish yonib. Istalba bir yarim metr taydan sug'urildi. Ko'zib olta prutqu varid qilinganda yoniga. U borib istalban simiga ilinib qoldi. Istalbani burula sug'urib 1 metr tikkab qo'ydim balandroq. Shunday chobari eshik tagiga qo'yib qo'ydim, mashina oldi ko'tarilgan turibdi. Taxtani tushirdik. Tong otdi.
Endi o'shanda tong otardida endi u tushirguncha. Unday odam Qo'chqor akam, O'rinboy akamlar borib qolsa, O'rinboy akamlar desam shu Pelakamning o'g'illari bo'lsa kerak edi, endi shular boradi. Bunda Ravshanbeylar kichina. Shu uylarni soldik. Mana Xudoga shukr nasib qildi, o'sha yerlarga borib choy ichdik, qorin to'ydi, o'sha yerlarda yotdik. Bu meni aytishimga sabab bu Qo'chqor akam agar shunchalik yaxshi odam bo'lgan, polvon bir-birimizga aka bu yukingizni chusga qanchaga olib borib beraman, qancha berasiz degan gap bo'lmagan. Mana Hasan qo'yxonada shu turgan bo'lsa, Qo'chqor akam har safar aytardiki, qo'radan borib bitta qo'y olib keldirdi. Haligini kelib qo'radan qo'y olgani uyalardik. Uni akam eshitib qolsa, akam aytadiki, sen nima qilyapsan deydi-da. Endi shunaqa bir xotam, polvon odam bo'lgan. Bir kun Abdurazil polvon, Qo'chqor akam, Sobir akam uchovi O'zganga borib, Uchqo'rg'onga borib bozorda yurgan ekan, bir lot turibdi ekan. Endi Abdurazil polvon o'shanda 130-140 kilo bo'lsa kerak. Hali burilgamda ezangisiga oyoqni qo'yib minibdi. Bunday egarga osilibdi Abdurazil polvon. Osilsa burul bel bermabdi. Keyin Qo'chqor akam aytdiki, kim oladi desa, Qo'chqor akam aytdiki, Ahrolga olaylik shuni debdi. Keyin bir vaqt uyga chaqirdi, borsam, uyda burul baylangan turibdi. Qo'chqor akam aytgan, shuni senga olib keldim dedi. Ha, bo'pti dedim. Keyin akam aytdiki, shunchaga oldi dedi. Qo'chqor akam indamadi. Ha, bo'pti dedim. Keyin akamga kim pulni olib borib berdim, otni yuklab olib keldim. Men bundan nima demoqchiman? Bu Qo'chqor akamning odamgarchiligi. Mana shu kungacha agar Qo'chqor akam shunchalik hurmat topib, bir-birimizni hurmat qilib, shuncha elga qo'shilib, elda el bo'lib polvon bo'lishini sababi ham shundan bo'lsa kerak. Mana hozirgacha bordi keldimiz bor. Endi bu 55 yillik ish gapda endi bu. Shu Qo'chqor akam taniganimizga. Bundan keyin mana Ravshanbeylar bilan, farzandlar bilan, yor do'stlar bilan sog' salomat bo'laylik. Bu odam insonda farzandlariga omad, baxt, saodat shunchalik harakat qilibdi. Mana shu intervyularimiz, mana shu kinolarimiz chiroyli chiqsin. El xalqimiz bilan tinch, omonlikda bo'laylik, oqibatimiz uzilmasin. Rahmat. Abdumalik. Shunday insonni eslab, o'zi ko'p eslaymiz, bugun emas, ko'p eslaymiz. Xudo rahmat qilsin, o'tishib ketdi. O'rinboy akam ukasi bizda edi, Qo'chqor akam mana bu qo'shni kolxozida, o'sha yoshlikda otga ishqoz bo'lib, yurib tanishib, bordi keldi qildik. Xudo rahmat qilsin. Yaxshi inson edi. Birovdan narsa talab ham qilmasdi. Shu rayonimizda mana bitta ipodrom yangi ochilganda, reys bog' ochilganda Qo'chqor akam uloq chiqarib beray endi bir deb taka so'yib berdi. Men yashinni yangi olib kelganman. Olib kelsam, Marbjon Rahmali mindi. Mindi tog'ni dedi, juda yaxshi ot olib kelib, cho'lga borib, yaxshi tez ot ekan dedi. Keyin Qo'chqor akam chaqirdi-da, Nurmat baka kelgin dedi. Juda pesh ot olib kelibsan dedi. Qo'shqib bergan dedi. Uylari, cho'lga bordik. Cho'lga borsak, erta o'tirishgan ekan, bo'pti, bitta osh qilib beraman dedi. Keyin rayonda ulog'ida mindi. Mana juda pesh ot olib kelibsan, nasib qilsin deb, mana otlar chopdi. Qo'chqor akam shuncha uloq chopgan bo'lsa, biror marta arqon ishlatmadi. Shu rayonlarda necha marta uloq bo'lsa, arqonvozlik ham bo'ldi-yu. O'sha yillari ham biror marta arqon ishlatmadi. O'shanda buzov chopilardi. Dangal ko'tarib dangal solardi. Xudo rahmat qilsin, quvvati yetarli edi. Halol chopardi.
birovga ham baylatma deyardi. Menga ham aytardi, otingga arqon baylatma deyardi. O'zim ham xohlamasdim. Ega-bega uloqlarga bordik, mana o'zini burul oti bor edi. Biz otda yuklab baqa-baqa uloqqa borardik. Xudo rahmat qilsin. Ro'shanbek, senga rahmat, shunchalik eslab kelibsan. O'tganlarda oxirat obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Salomat yurgin iloyim. Bismillahirrohmanirrohim. Biz endi yoshligimizda shu ko'chaga chiqib bitta kolxozda odam bo'ldi. O'narboy va Hasanboylar ham Qo'chqor akam bilan birga biz bularning oldiga borib azmiko'miz doim endi u kunimiz o'sha yerda o'tadi. Hazil huzul boshqa bir yerlarga uloq bo'ladigan bo'lsa olib ketadi. Ya boramiz. Albatta telpat kiyib olib otni boshiga to'rvasinikiga yonida bitta urushadigan ot bo'lsa yoniga tikib qo'yadi ketamiz. Qirov sovuq bormi, boshqa bormi, mana shunaqa qilib. Bu insonning nimasi men hamma vaqt tan berganim odamgarchiligi, ulfatchiligi, yangi oshna og'aynilar bilan qiladigan oqibati. Bir yerdan manadan mashinada keladigan bo'lsa, qayerdan kelyapsiz desa, bir kechamizda Samarqanddan kelyapman deb qo'yadi. Ya kecha Samarqand edim, ya Buxoroda edim deb qo'yardi. Men o'zimda bir kuni hali bitta nimaga aytib berdim. Endi ko'chaga shunday chiqib tursam, Qo'chqor akam kelib qoldi. Nima qilyapsan dedi, ay shashilib Eldorma. Hay, ko'chaga chiqdim to'ppan. Yur dedi. Sizdan bir bo'lsa Samarqand Buxoro olib ketib qolasiz dedim. Desam, yo'q, uncha u yoqqa bormaymiz dedi. Keyin hali 06 vaqtda endi zo'r mashina. Shunday chiqdim, mashina orqasi tirq-tirq qilyapti-da. Orqadan o'rsam to'yana bor dedi. Demakki, uloq bor qayerdadir. Keyin ketyapmiz Isparaga, Akram xo'janikiga. O'sha bir Isparani o'sha Gulpiyom degan ko'chasi, undan tepasi aeroport ko'chasi ekan, o'sha Navgilemda. Navgilemda. U Akram xo'janiki emas ekan, u Akram xo'jani bitta heshini nimasi ekan. Shunda maydonda 3 ta yigit ketyapti-da. Ashlar chiqarib olaylik dedi. Kaylar darrov so'radi, shu kim biz u budida. Endi darrov ali uloqda ishqibozi Qo'chqor akamni tanidi. Tojikistonlik bo'lmasa, Isparadan. Endi polvonlar Qo'chqor polvonni mashinasiga chiqqanman deb yurasan deb ularga kullishib shuna dedi. Bordik, alini meni to'yana qilishdi, bir ikki pol uloq chopdi, qaytib keldik. Shomdan keyin keldik. Mana shunaqa qilib ko'p nimalarda yurardik. Bir yerga borsa bu odam hech quruq qo'li bilan bormagan. Hali Nur Muhammad aytmoqchi, uloqqa borib bir yeb bunaqa bir narsani ushlamagan. Sotvold akam rahmali aytardi, bu Qo'chqor bitta baqirsa hammani qo'rqitib, shunday egar qoshni ushlab turib orqaga bir tashlab tikka bo'lganda, uloqni foiz bilan ham tortib ola olmaysan deyardi. Shunaqa taqimi qattiq. Uloqdan ham halol chopdi. Men biz otlarni ham o'zimizga ham bolalar u bu deb ko'p joylarga olib borganda endi biz o'sha orqali biz endi yashimiz emas bir tek aldab qo'ysak hali aytganday katta mashina ustida ham kabinada ham chiqib ketardi. Do'lona bormi, boshqa joy bormi? O qiziq narsalar juda ko'p bo'lgan u. Endi Qo'chqor akam mana shuncha oshna og'aynisi bo'ldi. Shu ukalar qatori biz ham yurdik. Ilohim uni qolgan umrini farzandlariga bersin. Topgan obro'larini ham shunaqa obro'lar topib, farzandlaringni rohatlarini ko'rib yurib, rahmat senga shunchalik bu otani oshna og'aynisini unutmagan odam yaxshi odam hisoblanadi. Endi ota qatori aldoni molotda mana Kenan polvon. Mana o'sha Jalotda turib Arar sizni so'radi. Birinchi o'rinda. Keyin men senga so'radim, sen Ararni qayerdan taniysan desam, bir yerda mashinam
buzilib qolib, balon bir narsa bo'lgan ekan. O'zi mashinada zo'rg'a nima yog'och yuklab kelyapti deydi. To'xtab meni ustaxonagacha olib kelib qo'ygan. Biz endi uni bega qo'yxonaga kelganda ko'rganmiz, u juda katta yigit ekan. O'tib qopti. Ko'katda oladi, sizlar ko'katda ketadimi? Qudasi. O'sha keyin endi u Qo'chqar akamiz shagird ustoz deb bilardi o'sha ham. Qirg'izistonda misol hozir men videosini ko'rdim. Abilas ular. Malchik degan bitta otchasi bor ekan, o'sha ot to'g'risida eshittirish qilibdi, shuni nima qilib. Keyin Malchik ukasiniki ekan, ha. Eldo'sti. Qo'chqar akam orqali sherlarga kelganini gapiryapti. Eldo'st ham sherga kelib tepada, tulpar tepada uloqcha bo'lgan. Ha, qizil ali futbolkadan kiyib. Endi Qo'chqar akam bog'lovchi vazifasini bajarganda ko'p joylarga. Ko'p xalqni mana o'zgarliklari ayniqsa, oho, hali chempionatni minib kelgan bolalar. Beder rasa uloqlar cho'g'ishib, shitda qo'naq bo'lib, o'zimdan bor xizmatlarni qilib, shunlarni maqray, qaysi birini aytasiz endi. Uloqqa borsa ham hech esimdan chiqmaydi, o'sha Valg'oz akani hali gapirib nima qilib turdim. Sherda ularni tortib ketdi, Saidbo. So'kinib keldi. Bu Qo'chqar onamiz-chi, Qo'chqarmas ekansan, sog'liq ekansan, bu deb ma'qulodi. Said aka dedi. Keyin darrov Said akaga uloqni oshiringlar dedi. Saidboni so'kinishiga ish qilyapsanmi? Saidboga uloqni oshirishdi. Qo'chqar akam kelib oyoqdan ko'tarib o'darib. Endi ada 2-3 kishimda sirab turadi-yu. Birdan so'kinadi odamlar, endi uloqchilar ham hazil-huzul, ayu kulgi. O'sha vaqtlarda uloqlar shunaqa qazoqchilikni ham qilishib, zerikib bo'lsa qilardi endi. Endi nima bo'lganda ham ilohim Qo'chqar akamni oxiratini obod qilsin. Yotgan joylarini jannat gulshanlardan bir bog' qilib mana uni ko'rmagan orzu havasini farzandlari ko'rsin, nabira chavarlari ko'rsin, avlodidan shu zo'r insonlar chiqib yetishib yuraversin. Biz ham shu akamni doim duo fatihasida bo'lamiz. Oxirat obod bo'lsin. Rahmat. Hasan aka gapir. Ana gapir. Ol Hasan aka. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Shu Qo'chqar akamni shunchalik hurmat qilib, uzoq demay, yaqin demay kelibsizlar. Sizlarga katta rahmat. Poyqadamlarga ko'p ajra savoblarni bersin. Endi biz Qo'chqar akam bilan juda ko'p yil ishladim men. 19 yil ishladim. Chorva tomonidan sherik bo'lib ishladim. Endi uni ta'riflash qiyin. Kechasi kelami, soat 4 da kelami, 5 da kelami. Oson desa shat turardim, apchiq qo'ydi, apchiq so'y, mehmon qil, ulardi. Qara deyardi, uyga jeyimiz tuzilib tayyor turardi. U qayerdan keldi? Kim u? Biz bilmaymiz. Shuni hurmatini qilib kelardi. Keyin o'zi ham darrov dasturxonni yozib, choylarni ichib, ertamataniga yana bitta og'aynisi kelib qolsa, yana bitta og'aynisiga o'sha ishlarni boshlardi yana. Biz chorvada edik. Qo'ylarimizda yaxshi pulonlarni berdi, zo'r olib ketdik. Mukofotga mashinalarni oldi. Mana menga ham bir ota-onada otachilik qilib, uy-joylarni olib berib, uylarni solib berdi. Bolalarini Xudoga ming qalla shukr ko'tarib yurib katta qildim men. Endi ularga uzoq umr bersin, baxt saodat bersin, bola chaqasi bilan tinch olsin, Xudo umid bersin. Endi keyin so'rab qolardim, Qo'chqar aka bu qayerdan keldi desa, "Bu Jallovatdan kelgan polvon, falonchi polvonda bu" deb aytib berardi. Bu qayerdan keldi? Bu Do'lonadan keldi. deb Tojikistonda Do'lonasidan keldi deyardi. Avazbek, Pavazbek degan musulmon qulaka degan o'g'inlari keyininin o'shalar kelardi. O'shalardan keyininin bir kun rosa to'lpayti
kechqurun gaplashib o'tiribmiz. O'sha Boyto'ra deganini o'shanda men birinchi ko'rdim. Endi ishlarni tinchitib turdik. Soat shu 11:30larda kirishib keldi. 3 kishi. Oqsoqol otasi ham bor ekan. O'sha Boyto'ra degan yigit tumaloq, uzdarov yigit ekan, qop-qora kelgan. Bu bir bolalarni gapiryapti, men kulaman o'zim, opa deyman. Qo'chqor ekan bolalarga. Bu o'zbekmi, tojikmi? Qanaqa millat deyman. Gapiga yaxshi tushunmaymiz. Kirib o'tirdi, o'shaqdan kelishib, bizga Qo'chqor akam nima deb prikaz qilib, bor, apchiq, so'ydirganingni so'y, ovqatsa, bir qozon go'sht qil. Mehmonchilikni qara. deb mana shunaqa qilib O'sha zomindagi Boyto'ra. bu zomindagi mana Boyto'ra akani shu birinchi o'shanda kelganda men o'shanda ko'rganman, birinchi o'sha odamni. Nechinchi yillar edi unda? Unda 80 nechinchi yillar shunaqa edi. 84 yilda bo'lsa kerak. Men o'shanda birinchi ko'rganman-da o'sha Boyto'rasini. Undan ilgariroq kelib ketgan ulardi. Ana shunaqa qilib yurardi. Endi buni og'aynilarni hisoblaydigan bo'lsalaring juda ko'p edi. Masalan, bizda betda uloq chovushi yurgan berida mana rahmali bo'lib ketdi. Rishtondan Jaloliddin aka bor edi. Nishon qassob bor edi, og'aynilari. Vaqtda mana Sobirjon aka, Valjon aka, keyin Usmonxon aka, mana Usmonxon akalar hayot hozir yaxshi, salomat yuribdi ekan. Ilora umriga umr qo'shilsin, yuzlarga kirib, yuzi yorug' bo'yursin. O'shanaqa polvonlar bor edi. Mana tojik qishloqdan birinchi yaqin og'aynisi Sotvoldi akam, uning orqasida mana Abdurahim polvon, Absamat polvon, Ma'rif polvon, bari bular aka-uka deb bo'lishib yurardi. Bu nechiga kirdi, qanaqa yashi biz ham bilmasdik uni. Qaysi bo'lsa o'rtoq, uka, aka deyish yo'q edi. Ketaverardi shunaqa qilib. Mana Ma'rif akamlar, mana endi Maqsim deb qo'yadi. Maqsim bo'ladi. Bir o'sha anov Ibrohim aka Og'aynisi. kim? Jaloliddin akam nima? Qassob bordi-yu. Rishtondami? Ya bitta. Tojimat akam. Nimada? Buni so'xda tomosha bo'lib qoldi. Tomosha bo'lib qoldi. Keyin o'sha yerda ham bir qiziq voqea bo'lganda, hammamiz turib uloqda kirib ketyapmiz. Endi rosa to'polon bo'lib turibdi-yu, bittasi shat uloqni ko'tarib yakalab chiqdi. Hamma o'shanga qarab turibdi. Uni nima deydi Qo'chqor akam? Voy yenangiz keyin tojiga yomon baqot bo'lamikan deb qo'sh poylab ko'targaniga o'sha desa, qaytib kelyapti. Qaytib kelib PGga kelganda qaraydiki, Ma'rif polvon. Nima deydi? "Ey Maqsim, sen orqangdan tojikka o'xshaysan aka." deydi. Rosa bo'ldi-da, kulki bo'lib keyin shu bilan tomoshani tugatib, bo'lgandan keyin uyga qaytib borib, ertasi kuni qaytgan bir yerda shu rayonda tomoshasi edi, tomoshaga boraverganmiz. Kechasi bilan qo'ylarni qarab, otlarni qarab, yaxshilab endi damda olamizda ertamadan ketamiz desak, bir Qodirali degan, keyin o'sha Abdurasul degan polvonlar kelishdi. Marg'ilondan, Mo'shaqdan kelishdi. Yana kechasi bilan qo'y so'y, mehmondo'stligi kuchli edi. Umuman kim kelyapti, kim ketmayapti demasdi-da. Keyin ularda tinchdi bo'lib, endi tomosha jo'naymiz biz desak, hali ham esimdan chiqmaydi o'sha kunlar. Biroq ertamadan vohli otni yuklab Eshoy aka degan qumda polvon bo'lgan.
Edenlerdirmi? Yo'q, u adanda otasi bas. Eshvoy polvon bo'lgan, qoniga bir Qo'shvoy. Qo'shvoy polvon, qoniga bir 10 metr oqsirib to'rab olib keldi. Endi uni oqsiribini 10 metrligini men o'ragaman-da bilaman. Osan, sen qolgin dedi, bulardan borasan dedi. Hamma yo'q bor, ularga ham qo'ydi, so'yib, sho'rvasini ichkizdirib, otini qonini to'qlab, keyin yuklab ketdik-da biz. Ana shunaqa kunlar ham bo'lgan. Endi rahmat shunchalik qilib mehmon do'sakan. Endi avvali bitta yigit bir yerga boradiki, dasturxonda bir piyola choy ichaki, u ham o'shanga qarab turib dasturxon yozadi. Endi men Qo'chqar akamda umuman buni gapiryapman, shuni gapirishga til ojiz. Bizga ham hech qanaqa yomon gapi yo'q edi, yaxshi edi. Mana uylarda solib berdi, uylarda jeylarda, mashina qilib, ammo men tashab ketib qoldi xolos, o'zi Qirg'izistonga o'tib ketdi. Rahmat, shu bola chaqalarga omad tilayman. Har doim topqanlar to'y tomoshalarga yaxshilik kunlarga bersin. Bolaga ham rahmat qo'y, Nurlan. Blogerimizga ham Nurlaxonmi? Nurlan. Altın boshing omon bo'lsin, shunchalik qilib har doim yurgin. Olding yoriq bo'lsin, oyday ochilib, kunday sochilib yur. Buni kanaliga azab olamiz endi. Endi azab olamiz. Bu odamga katta rahmat. Mana shu Qo'chqar akam orqali mana biz ham ot boqib, niyat qilib, otlar boqib yuribmiz. Doim ruhlari shod bo'lsin, joylar jannatdan bo'lsin, o'g'illarga katta rahmat. Ash tomoshalarda bir yerga yiqilsa qara deyardi. Hozirgidek ustiga otsa, u boqib pillari bo'lmagan. Eng zo'r nimasi fazilat shu Qo'chqar akamning ishlari shuna zo'r odam bo'lganda, yaxshi polvon bo'lgan. Men o'sha Sarqovonda Sobir aka So'tni o'g'li, kichkina o'g'liman, Yo'ldashov Abdumalik. Men endi Qo'chqar akamni kamroq bilaman, yosh bo'lganmiz, lekin qaysi otlarda cho'g'gan, kichkinaligimizdan o'sha oqto'larga borib, bilib o'sha bir uloqni ko'rganman. Menimcha o'sha Qo'chqar akam bergan uloqida shu bu Zarkentlik Abdurasul polvon bizni o'sha Arabni cho'g'gan. Qo'chqar bo'lam bu Zakirov Usmonjon ekan, Zakirovni qora oti bo'lardi, shuni cho'g'gan. Oxirini solgan shunda. Men buni bir ko'rdim. Keyin bu Baqachoshida cho'xonachilar uloq berganda Shvasnegerda bir cho'g'ganini ko'rdim Qo'chqar bo'lamni. Men Qo'chqar bo'lamda gapirsak nimasi ko'p bir dadamlar Oqto'ga borib kimnidir qo'rasida mehmon bo'lganda u qo'rani egasi bozorga tushib ketgan bo'lgan. Buni bir dadamlardan eshitgandik. O'shanda bu Abdurasul polvon haqida gap bo'lgan. Abdurasul polvon bu Qo'chqar bo'lam bilan parallel bir cho'g'gan yigitlar bari. O'rtoqlari. O'shanda bir gap aytganki, Abdurasul polvon haqida ham gapirib o'tsak, Abdurasul polvonni shu inson o'sha ayol aytgan ekanda, bir yerga uvol yigit degan ekanda, shu yigitni. O'shanga bir qo'shib qo'ysa bo'ladigan, arziydigan Qo'chqar bo'lam ham shunaqa odam edi. Bu Do'lanadagi musulmon qilaka, bular tilla odamlar edi-da. Bular pakalinasida men o'sha nimada qo'noqda bo'lganimizda, Do'lanada qo'noqda bo'lganimizda bir o'tirganimizda dadamlar bilan o'tirdik. Amakim, dadam bizni ota borganimizda Avaz polvon endi Do'lanani Avaz polvoni zo'r o'tkir polvon u paytda Qo'chqar bo'lam, Hallaka bu hammasi bir bo'lib qoldi o'sha yerda. To'planishib qoldi. Abdurasul polvon, Qodir aka bu Marg'ilon Qora Qodir aka deyishardi. Shu insonlar hammasi bir to'p bo'lib qoldi. Men shu davrada bir bo'lib qoldim-da. Endi hozir eslasam o'sha davra. Polvonlarda bir xil yig'ilib qolgan ekan o'sha paytda. Hozirgidek yoshlarda qongi to'p bo'lib qolgan ekan o'shanda bir nimalari kelishib. Men ko'p ko'rmadim, Qo'chqar bo'lam deb bir Namanganda otlarni olib kelganimizda biz ham endi
forma kiyib chovardik, oyoqlarimiz butun edi unda. Shunda dadam bilan kirib ketayotsak, endi setka bilan o'ralgan ekan, u paytda rayon ulog'im ekan. Qo'shqor bobom yo'limizdan chiqib qoldi, biz o'sha arabni qarab turibdi. Shunda biz kiyim olganmiz ekan, etiklarni kiyib yosh bola bo'lsa ham. Dadamga aytayapti-ki, bu qirg'iz kim deyapti meni. Ha bu o'g'lim deyapti. Men endi sal qirg'izga nimasiga sal ketaman-da nimasi, yuzdan. Ha bu qirg'iz kim deydi. Endi o'ziga yarasha bir yumori bor odam bo'lganda, men ko'p gaplashmadim lekin gaplashsa gaplashib olib yotadigan odam bo'lgan. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. To'ylariga borganmiz, yosh bo'lsak ham borganmiz, endi ta'rifini eshitganmiz. Biz uyda bir to'planishib qolgan bular. Bir o'tirish bo'lganda to'planishib qolgan. Shuni bir surati yo videosi qolmagan ekanda, endi bu odamlarni hozir qaytib anaqa bo'lmaydi. O'sha paytda sotib oldi polvon, bu nimadagi Jumon polvon, Abdurasul polvon, nima Fayzullo polvon, dadam, amakim ashnoq o'tirishibdi. Qo'shqor bobom bolalar to'planib qolgan ekanda. Xilda bu bolalar o'sha paytda polvonning qudrati polvonlar. Bir-biridan kattalik qilib ketyapti dali bolalar. Govdasiga nisbatan ham kattalik qilyapti. Qaysi biri katta ekan qolasa ekan u paytda. Shularga xizmat qildik. Boychi boybovani gapirishib ketyapti. Boybovani o'sha Shvaslengerda dadamdan savdo qilishida Qo'chqor bobom billa bordi. Bundan keyin men Oqyo'lga borganda ham xizmat qildik. Endi o'sha yigit boybovimda yosh edi. Menimcha shu 97-yilda Shvaslengerda savdo qilgan bo'lsa, 99da keyin Oqyo'lda savdo qilib bitirishib ketdi. Qo'chqor bobom boy bobo bilan ham yaxshi ekanda o'sha paytda. Qarang, biz u paytda odamlarni tanimaymiz. Shunchalik oqibati zo'r nima odam bo'lgan ekanda, biz endi yoshlik qildik u paytda-yu. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. O'rinboy akamni yaxshi tanidik, ukalarini. Mana o'g'illari bilan bordi keldimiz bor. Bir o'shanda Qo'chqor akamni bolalarini biz aya deb katta bo'lyapmiz. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin. Gaprasmi? Yo'q. Sobir akamda to'g'ri ot bor ekan, Valjon akamda bir dushanbadan kelgan qora oti bor. Qo'chqor akam o'sha qorada turibdi. Keyin Ashir aka shunda o'laqni yoppa qilib turib, biz o'ning ikki oyog'ini oshirib, otni to'xtatib aytdiki, zo'ring bo'lsa tort dedi. Keyin Qo'chqor akam ikkovi Ashir aka tortsam maylimi dedi. Dedi, tort dedi zo'r bo'lsa endi. Qo'chqor akam ikkovi mana shunday keldi ot. Qo'chqor akam ikki paylab ushadi. Ikkovi ham to'xtab turibdi. Tayyormisan dedi Qo'chqor akam. Tayyorman. Tort deganda haydaganda Qo'chqor akam shunda top aytayotganda o'sha qora pastda yo'g'on narsa edi. Nariga otni ko'timini o'tirgizib og'darib tashladi Qo'chqor akam. Ashir akani. Keyin men o'sha yerda aytdimki, Qo'chqor akamda bunday juda katta kuch bu. Birinchi marta o'shanda 79 dekabrda kelgan bo'lsam, shu 80-yil bu. Shunda Qo'chqor akamni endi armiyaga ketganimcha ko'rgan bo'lsa, armiyadan keyingi holati. Shunda endi Qo'chqor akamni o'sha paytda 37, 33 yoshlarda ekanda, shu 33 yoshlarda ekan. Haqiqiy topga kelgan paytda ekan o'shanda. Endi bu Qo'chqor akam ola solishda shu qo'liga ilatsa, hali sotib olgan aytardiki, Qo'chqorda oyog'iga shunday qaragandirdi. Shu ikki paylab shunday ushadimi? Oyog'i bizatim biz o'tayib kirardi. Bitta tepganda oyoqda ham kuch bor edi. Biz o shlaqqata otni yoliga tushardi. Buni qiynalib, sudrab, bana enkay yurmasdi. Endi o'zini texnikasi, o'zini uslubi bor, ajoyib inson edi.
Endi bir aka uka ahral deb qo'yardi meni. So'kib ketadi, baqirib yuboradi-da. Birinchi qo'rqitib oladi-da, birinchi eshitib yurmasdan ilgari. Juda ko'p aka uka deb yashadik, iloyim. Bundan keyin ham uzoq umr ko'rib, sog'lik, salomatlikda farzandlar yursin. Bular bilan bordi kelimiz abadiy bo'lsin. Hojim kimda? Aytib beraman. Bu hali nimadan Qoshqot keldi. No'qotdan Ahmad Karvonniki. Qo'qonliklar oldi. O'shanda Begal aka nari Qoshqotda oldi. U Begal aka o'shani oldi. Oblast tamojni boshlig'i. Ha, tamojni boshlig'i o'sha Qoshqotda olgan ekan, u otasi ko'mmatdi, qaytdi keyin. Shunda Uchko'prikda ular bo'lib turuvdi. Rosa loy haligi nima. Qo'chqar men presepdan ma'lum Qoshqot ichkar dedi. Ot qani dedi, bolalarni chaqir dedi. Otni chaqirdim, minib kirib ketdi, keyin yig'in aylanib kelyapti endi. Meni otim bu chekkada. Va shunda kelyapti, uloq 3 ta otni nariyog'ida. Qo'chqar akam egarga tizda cho'kib olib, nima nariga uloqqa yopishyapti. 3 ta otni nariyog'ida cho'zilib. Uni u otni nimasini ham qo'yavering. Otni ustida ketib turgan mahoratiga tan berish kerak. Shuni tiz cho'kib olib, egar qoshimda otni tizgindi. Ha, u nariga 2 ta 3-otni ovladi. Shuna tortyapti. Endi haligi rosa yonimizda o'tdi, o'zini otni aylasa. Qoyilda borganman-da, hech. Endi shu gapirsa arziydi. Bu Va endi hozir biz buni ko'rganligim aytyapman-ku. 55 yil ag'da ishlatyapmiz hozir. Muloyimsa u paytda bu narsalar tarixiy narsalar. Ashirotadagi Qoroy buvamni o'g'li Ablas. Qoroy bo'lib ketdi. Ablas bo'lsa kerak. Bozorda yursam, Qo'chqor akam shosh yuribdi. Uy to'xta dedi. To'xta dedi. Ha, Qo'chqor aka desam, ot qaytdi, ot uyda. Endi shu bahor payti bo'lib qolgan. Tezda borib taylab, o'nar menikini taylayapti, mashina oqtarib yurgan ekan. Keyin darrov hali o'rtoqning mashinasi bor edi. Etsak u ham chiqib ketibdi. Shu bilan uray kelib qoldi Nevada. Ablas kelgan ekan. Ablas ham ustozlardi. Qo'chqor akamni yaxshi hurmat qilardi. Yaxshi polvon. Shu bilan otlarni olib ketolmadik, otlar qoldi. O'zimiz Nevaga o'tirib ketdik. Borsak, hali ish bo'libdi, siz otingiz bir kun oldin. Nima bu? Karolmidi, qaysi ot edi? Kongress. Ha. O'shanda Qozog'istonda Aynibey degan odam o'ladi. Aynibeyda o'ladi. Qirg'izistondan, o'sha Jaloboddan Kerim polvon, Tinch, Qapash aka uchov keldi. Arozida shunga boramiz. Mayli deb kim ular boshlanib qo'ydi, meni o'tirdik, ketdi Qozog'istonga. Qozog'istonda keyin shu Aynibek qazoqni to'yiga bordik. Keyin bo'yatdiki juda ilmli bola edi, namozxon bola edi keyin bo'y. Aynibekni uyga boraylik. Endi Aynibekni uyga borsak, darvoza yo'q. Mana o tarafga bir 2 mashina aroq tushirgan, manaqa 2 mashina vino tushirgan. Suv puk uyga kirib ketgancha mashinada kirib ketdik. Xuddi Shlayboonga o'xshaydi u. Bu uy qayerda? Uy 500 metr nariyoqda. Bordik. Uyga potan qildik, uloqqa keldik. Shunda 24 kilometrga poyga berdi. Poygasini ko'rdik. Keyin uloqni 3 kun uloq berdi. Bir shu Qozog'istonda suv bor-boru. Platinani qurg'og'iga qora uyni tikib uloq berdi. Endi o'zini ko'rmadim bu odamni. O'shanda bordik. Bu Kenenboy bilan og'ayni bo'lishimiz hali ham aytdingiz-ku. Do'lanadan ulardan kelib turuvdim. Men bu bilan tanimayman. Bu Qo'chqor akamlar bilan endi u bir menga o'xshab, ular ham
ustoz tutilgan ekanda Qo'chqor akam. Bu Jallovatni So'zay rayoni ko'rkatidan. Keyin bitta qora 24 turibdi o'sha nomerda. O Dangarani Sirdaryodan o'tgandan keyin. Mana 20 olgan bordim, men ham kelyapman. Bu 86-yillar bo'lsa kerak, 87. Keyin hali yerda to'xtadim. Benzinim tugabdi dedi. Ya mana 20 ta benzin berdim, kanslar benzin bordi, quydi. Keyin kelib pul beryapti ular. Men aytdim, puling kerak emas dedim. Yetib olsang bo'ldi. Tanimayman u bolalarni. Endi yuraman, sen to'xta dedi keyin. Katta bola endi o'shanda. Keyin bu shu 120 kiloni balaliga to'xtatdi. Kimsan, seni tanimasay dedi. Adresingni bermaysanmi? Keyin adabada qarasam qog'oz yo'q. Mashina tex pasportiga ketgan adresni yozib bir varaqni yirtib berdim unga. O'sha Abdumalim bilan borsa o'shanda ham bor ekan o'sha tex pasport. Keyin tex pasportga qaradi uchov. Tex pasport yozib varaqni yirtib beryapti bu dedi. Keyin berdim, ketdim. O'shanda Muron Nachalin Murod Usmonxon aka bo'lsa. Onda bizga prava bilan tex pasport nomer eshigini Muronni eshigini tepib kiramiz. Tepib ochamiz. Endi shunchalik hurmat qilardi endi. Hammasi Usmonxon aka, Nasrullo aka, Qo'chqor aka, bular hammasi aka-uka. U bular qanday kirsa biz ham shuni bahonasida kiramiz-da, mana novallarga o'xshab. Juda keyin aylanib bu bolalarni keyin ko'rmadim. Do'lanada o'laqqa otlar olib bordi. Shu yerda tursam Qo'chqor aka menda arabni minib oladi. Arab bor, Vajon akamda ko'k bor, keyin Dardaq bor. Nimaga sotilgan? Karimboyga sotilgan 3 ot turibdi. Bunday qarasam Qapash aka, Kenenboy, Tinch uchovi qator bo'lib kelyapti. Qaranglar, to'g'ri oldimga keldi yana. Kenenboyni tanimas edi, iloji yo'q, shuna baqvat bilan. Ha, kelinglar mehmonlarning Qo'chqor akam aytishki, otlarni ballaga berdi. Buni tanishtirdi. Kenenboy aytdi, taniyman dedi buni. Qapash akam og'irroq, endi bizdan ko'ra 1-2 yosh katta, endi kulib qo'yishdi. Keyin darrov Kenenboy otni ko'rib yurganda, darrov arabni Kenenboy minib oldi. Dardaqni Qapash aka mindi. Ko'kni Tinch mindi. Shu kim tomoshabini eslolmayman. Shu o'sha o'laqda hamma irigini tashlab oldi. Qo'chqor akam shu Kenenboyni oshna oynagarchilikni yuzida Qo'chqor akam otni unga berdi. Mehmonni. Shunaqa xursand bo'ladi hali Qo'chqor akamga shu. Qo'chqor aka uzr deb qo'yadi. Otingni minib oldim dedi. O Sabir aka, Qo'chqor akamni ishongan ikki otini ham u ekkoga berib qo'ydi-da. Bo'lmasa o'zim hech bo'lmasa bittasini minardi desam, uchovini o'shanga berdim. Ha, ekkovi ham zo'r edi. O'shanda Dardaqni o'sha Sabir sotdi akamizni otini savdo qilgani o'sha ana Begovatdan, Tojikistondan Karimboy keldi. Kelganda o'shanda otga 20 ming pul berdi. Men endi savdosida yo'q edim. Shunda Sabir akam aytdi, hali ot 20 mingga, So'zni puliga 20 mingga ot sotilgan yo'q deb. Shunda 2 mingini qaytarib beribdi. Ungacha Valjon akam, katta akam kelguncha Karimboy otni hisob qilgani qo'ydi ham so'ydirmagan. Shart otni mashinaga tiqib, otni jo'natib yorib, ana endi qo'ydi so'yaver deganda. Akam 7-chi oti ketib bo'lgan. Endi yaxshi narsa edi, Rasa Karimboy ham yaxshi tarbiya qildi, zo'r chopdi. Endi
Tojikistonda mana shu Jizzax tarafda endi zo'r chopib yurgan Eshonbo chopib yurdi, zo'r chopdi. Sultonxon Eshon. Bu Karimbolar bilan ham Qo'chqor akam juda bordi keldi, zo'r bo'lgan. Yo Jaloliddin akam, Qo'chqor akam bular juda bordi keldi, ortiq odamlar bo'lgan. Rahmat. Endi ketmaysizlar dedi. Mana bu yerda Leyla rayonida dedi. Ha, Qirg'iziston Leylagida dedi bir og'inim to'y boshlayapti dedi. O'sha yerga boraman dedi. Otlarni Kamazga uyladik, o'zimiz Jugulida kechasi ketdik. Borsa erta bilan ularda hali tomga chiqib olib, necha olar ekan, chopadigan uloqlarni qatar qilib qo'l udirgan nima qilib qo'yibdi. Keyin uloqqa chiqdik. Yashinda Abdurahim akam mindi. Abdurahim akam kirib bir solovni ro'parasida otni o'tkazib yuborgan ekan, Abdurahim akam bilan urushib ketdi hali tojik o'shaylik. Keyin darrov hali Botir og'a keldi, "Hey" dedi, "Mehmonga qo'l ko'tarma" dedi. O'shanda Botir og'a 72 yoshda. Ha, keyin uloq tugagandan keyin biz Rahmali Sotoldi akamlar bilan tushib, endi otlarni mashinaga yuklaymiz deb tursak, Botir og'a o'tirgan ekan. Nevarasimi, o'g'limi etigini tatqizyapti. O'shanda tanka degan otni oxirini solib chiqqan bezjilu. Ha. Qo'qonliklar baqaga dedi, hammani dedi. Keyin dedi, ustoz chaqiryapti, boray dedi. Borsak 7 yoshimda dedi otga minganman dedi. Bir yil 70 ga kirdim bolalar dedi. Mana shu nevaralarimga dedi, bir yil uloq bermoqchiman, Qo'qonda yetkazaman, kelasan hammang dedi. Kelmay qo'ymagin dedi. O'sha kundan dedi, otdan tushaman keyin dedi, ot minmayman dedi. Qo'chqor akam, Sotoldi akamlar yaxshi taniydi. Biz endi birinchi ko'rishimiz Botir og'ani buni barmoq, qo'l katta barmoqlar to'g'risi yo'q-da. O'sha 70 yoshda ham o'shanchalik uloq chopganda, Qo'chqor akamlar ustoz deydigan. Juda ham bir-biriga hurmati yaxshi ekan. O'sha yerda biz birinchi ko'rishimiz endi bu Botir og'ani. Endi Qo'chqor akamlar davrida Aror aka mana o'shansiz O'ziga borib, bitta sizlarda to'y qilganlarda o tepada qishloq shunda tepasida Sarxon tepasida yo'l asfalt bo'yida uloq berdi Sabr akam, o'shanda Sabr akam berdi. Azim Ahtan kelishda militsiyaga tushib boshqa qilib kaltalarni yeb ketdi. Ot kechasida yurib kelgan, qo'shqa ot desaman. Keyin to'yga solgan. Keldingmi? Keldi. Haliga gap belinga soladi degan gap o'sha yerda bo'lganda ham to'g'ri kulishib. Qo'chqor akam mindi-yu kirdi o'sha to'ymi tuyaydi shekilli. To'ymi tuyaga deganda o'sha yangi otda. Sirrazi hali mashina shu ot dambamasa hali solib chiqdi. Unga azim turishini qaranglar. Men ahmoq o'g'lim meni kepman bir pasda to'yga solib turibdi. Yo'l kirasi chiqdi deb turadi. Hech elda esdan chiqmaydi. O'sha kuni Abdumalik Arabda jinda bitta ko'zi og'rib turgan ekan. Sabr akam choptirmadi. Meni yurgan. Urlatda tuyaga tashagan, boshqatda toyga tashagan o'shanda. Ha. Urlatda suval tashamagan. Suval tashagan-da. Oxirini. Qo'chqor akam toyga tashagan. O'sha Yangi otda toyga tashagan. Roshan o'sha otni keyin nimaga sotdi? Ko'kserakda nima? Xudo berdimi? Xudo qulga. U bolada juda xursand qilib chopib yurdi keyin u ot. Aytdimi? Qo'chqor akamni ot tanlashiga ham tan berish kerak bo'lganda o'sha vaqtda. Men polkovnikda olib keldi. Bo'yanda olib keldi. Bir vaqtda kelgan otda. Men o'rlik kelgan o'sha uchovi bitta kelganda Hasanboy. O'rlik 2 yoshda keldi-da. Toydi. Ha, Arab. Polkovnik Nasrlarga daqashqat, bayan. Sunnilarga da bayan ekan. O'shanda bu silosxonada ular bu mol boqardi, qo'y haqda nima edi. O'rlikni menga bergan. Senga degan shu otni. Polkovnikda O'narboy tanlagan. O'narboy o'tgan. Qora qashqani 1800 ga olib ketganman. Sotdagam seni olib qochib ketgansan. U boya akam kelib egallangan turgan ekan, urab ketdi. Yo'q, Qo'chqor akam olib kelib sotdi dedi. Qoqsagamga baylangan, ajoyib yalang'och turgan ekan. Shuni olgan dedi. Olib ketdi dedi. Qaysi otda endi? Arab dedi. 2700 ga olib keldim dedi. Bir so'm pul kerakmi? Shuni olib ketaverdi, shu pulni berdi.
sotib olgandim, keyin dedim shuni olaveraylik dedim. Bizlar sotib olgan. Bunday qarovli. Qora qashqar. Qarabganlarda tumshuq bunday. Pottakam bunday qarab turib, bu dedi, biyakallar ekan. Qarangda. Keyin yoz bo'ldi, bular uloq qildi. Uloqda tog'da. Uzundog'ida degan otlarga olib borganmiz. Arabni minib yeringa bir solsam o't tashladi. Qo'shqar ekan turib. Bu narsani bilmayotgan bir gap. Hozir shu qoldi dedi. Endi o'zgarlardan. Telezemga. Bu nima? Ko'rinmay ekan. Vajamcha nima bilmaydi. Menga minib keyin biratasiga bering, buni ko'raylik dedi. O'rinbayda tada otib polkovnik o'sha qo'pol otni minib olgan ekan. Alini minib ko'ringchi dedim. İçidan chiqmaydi, endi yuribdi. Jaravar mashinani nima qo'ygan. Qo'chqar akam mana shunday ro'para kelib qolgan ekan-da. U hali ozuv chiqargani yo'q, toy narsa. O'rinboyda mana shu yelkasiga qamchi bilan shunaqa soldi. Bola-ku bu dedi endi. O'rinboyda hech yerdan chiqmay turgani ko'r. O'rinboy mana chiqdi, Ahmad qochdi dedi. Polvon uradi hozir dedi. Turdoy polvonni laqabini Pelli bo'lishi, Turdoy polvonni laqabi Pelli bo'lishi Sobir akam sut qo'yganda. Mana shu necha yil yashagan bo'lsa Turdoy bo'm shuni Pelli bizda endi Pelli desangiz taniydi, Turdoy desangiz tanimaydi. Sobir akam shuni Pelli deb qo'yganda otini. Bir uloqda o'sha arabda marra qilganda o'shanda top kelgan payti ekan. Qo'shqar akam kelguncha Turdoy akam minib oldi. Shunda bizovga tashladimikin, toyga tashladimikin. Shunda Sobir akam Turdoy akamni Pelli deb ot qo'ydi. Shu bo'ldi, Pelli bo'lib qoldi-da. Sirdaryo nariga betida bo'lgan. Ha, endi bu Qo'chqar akam o'shanda Temqurlardan birga chopganlardan Abdurasul polvon, Qodir akam, Marp aka, Sotvoldi akam, Xalla akam, Ashir aka, Janish polvon, bu yerdan Yaypandan Nosir akam chopdi billa. Karim, Xudo rahmat qilsin, Karim polvon, Yusuf polvonlar chopdi. Va Abdurahim bilan ham juda ko'p yurdim. Har kuni Abdurahim Bag'dodda edi, bitta yilqi boqardi. Qo'chqar akam bilan birga edi. Endi bu o'sha davrda Qo'chqar akamni ham yonida tanish bilishlari ham hammasi polvon odamlar bo'lgan. Bu o'sha Karim buvalar bilan Tojikistonda qalin og'ayinlar bo'lib yurdi, betlarda chopib. Ashta, Do'lanada bu juda ko'p uloqlarda zo'rlik qildi. Bu hozir Boybo bilan birinchi tanishgan ham shu Qo'chqar akam. Endi Boybo ham juda kamsuqum odam. Masalan, shu yerda Qora uyda qo'yxonada kelib, shu yerda ham Qo'chqar akam bilan oshno-g'anigarchilik qilib yurgan. Qo'chqar akam ham Boyboni uyiga o'zini uyida kirib ketaverardi. Endi bu Alloh rahmat qilsin, salomat bo'lsin. Mana farzandlari hech bo'lmasa otasini o'rnida mana shunchalik xizmat qilib, otasini tarixiy ishlarini qilamiz deyapti. Bularga ham omad, bu ukamizga ham omadini bersin. Nurlan boyda ham ishlari rivojlanib zo'r bo'lib ketaversin, oqibatimiz abadiy bo'lsin. Rahmat. Billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صحبه أجمعين اللهم نوّر قلوبنا بحرمة القرآن ويسر أمورنا ببركة القرآن واشرح صدورنا بتلاوة القرآن واغفر ذنوبنا بعناية القرآن حول لنا سكرات الموت بشرف القرآن ثقل ميزاننا يوم القيامة بعظمة القرآن إنك أنت الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام Ey bar Xudoya, shu o'qilingan oyat karimalardan, qilingan ihsonlardan hosil bo'lgan savob-saodatlarni sarvar olam payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ruh pahlariga, ahli baytlariga, ahliyollariga, sahobiylarga, chahoriyonlarga, aziz avliyo anbiyolarga, pir ustozlarga, jamiki o'tgan mo'min va mo'minlarga, xususan shu duoga qo'l ochib turganlar taraflaridan o'tganlar ruhlariga. Mana ko'p yodga oldik, Qo'chqar akamiz, Polvon akamizni ruhlariga bag'ishlaymiz. Bu kishilarning oxiratlarini obod joylarini jannatdan qilgin. O'zing rahmatingga olgan bo'lgin. Yotgan joylarini jannat bog'laridan bir bog'cha qilib yaratgin. Ey bar Xudoy, bu kishilarni qilgan hayot vaqtida qilgan, bilib bilmay qilgan xato kamchiliklarni o'zing bor Xudoya kechirgin. Bularni farzandlarini ishlariga, sog'lik salomatliklariga o'zing rivoj bergin. Nabira chabiralarni, farzandlarini sog'ligiga ilmli, bilimli bo'lib, kelajakda o'sha bobolarini, ota avlodlarini, ona avlodlarini ishlarini davom ettiruvchilardan qilgin. Oqibatlarimizni xayrli qilgin. Bordi kellarimizni o'zi qo'ymagin bor Xudoya. Doim aka-ukachiligimiz birdek bo'lsin. Kimlardir mana bilib bilmay esladik. Kimlarni yoddan chiqardik, yoddan chiqarganlarni ham Xudo o'tganlari bo'lsa, Allohim o'zing rahmatiga olsin. Borlarni umrlarini uzoq rizqlarini ulug' qilgin. Mana shu Qo'chqar akamni kim tanigan bo'lsa, shularni qilgan duolari, fotihalari Qo'chqar akamning ruhiga borishligini Allohim o'zingdan so'raymiz. O'zingdan adashtirmagin. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna ya mavlana innaka at-tawwabur rahim. Mana Ravshanbek ukamizni ham ishlariga rivoj bergan. Shunchalik otalarni yodlab ketdi, bu kishining yo'lini bersin. Farzandlarning rohatini ko'rsin. Buni ham avlodidan Qo'chqar polvondek polvonlar chiqishini Allohim o'zingdan so'raymiz. O'zingni mana shu rishtalarni bog'lab turuvchi rishtalardan qilishligini so'raymiz. Robbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Rahmat og'aynilar, rahmat. Biz qo'shni mamlakat O'zbekistonga borib, Ferg'ana, Qo'qonga borib, Qo'chqorboy Og'ustin do'stlaridan ma'lumot olib, tarixiy bosgan yerlarni tartib keldik. 17 tushdigili. Bugun mana 19 mart 2025. Kelatamiz.